Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun azroq vaqt chiqarib matematikadagi bir qiziqarli tushuncha. Ya'ni Shahzod Rupetsning kubisi degan bir tushunchani tanishtirib o'tay dedim. Buni tushuntirish uchun men shundoq ikki kubini yozdim mana. Mana ikkisi o'xshash kub. Endi bu yerda Shahzod Rupetsning kubisi degan nima masala deganda shu o'xshash kubini ikkini birisini yana birisining o'ttirdan o'tkazayotgan bo'lamdi. Ya'ni masalan ma'ningdan o'tkazmoqchi bo'lgan bo'lsam, ma'ning shaklini buzmasdan buni o'tkazayotgan bo'lamdi degan. Bu bunda qaraganda bir bo'lmaydigandekli savaldekda. Ammo bu bo'ladi ekan. Bugün ben bana şunu sizlerge bir tushuntirib o'tay dedim. Endi oldi bilan qarab baqaylar. Oldi bilan agar men shu kubning o'ttirdim bir to'rtchasini sizib, endikan shuni o'yilgan bo'lsam, albatta bu kubning kichik kubini shuning ichidan o'tkazayotgan bo'ldi. İşte bir xuddi bir kanal paydo bo'ldi. Shu kanaldan shu kichikroq kubini unda o'tkazib o'talayım. Endi bu odamning aqliga sig'maydigan ya nima degan bu o'xshash kubini qandoq o'xshash kubining ichida o'tkazayotgan bo'ldi degan gapda. Amaliyotda buning javobi bo'ladi ekan. Buni shu 1660-yillarda deyman. Shu vaqtida shu Angliyada bir Rupets degan bir shahzoda o'tib ketganda, shu u shahzoda şu vaqtida o'ziliqi urushlarga to'liq qatnashgan bo'lgan bilan harbiy komandorligini bilan bu matematikaga, fan texnikaga qiziqadi ekanda, shu turib bir kuni shu ikki kubini tutib andikin bu mushuni o'ylab buni o'tkazgili bo'ladi. Agar mandaq tutib, mandaq kesadigan bo'lsak, mana birdan turib ben tushuntirma, buni kesayotgan oldu degan qiyosini qo'yibdi, lekin o'zi isbotlamagan, o'zi chiqaramagan. Ham shu vaqtda buning bir raqibi bor ekanda, John Wallis degan. John Wallis deydigan u buning bir shu siyosiy soyadagi bir raqibisiga, u pat buning bilan doim degidek talash tortish qilib buning raqobatiga. U raqobat qo'pib, andikin buni bu bir o'zaro bir bas selishgan ishdek o'xshaydi. Bas qilib qilamagan narsani men qilib boqaychi deb, andikin avu John Wallis degan buning shundoq bir kubini yasab, shu birisini yana birisini o'tkazib, ani isbotlagan bo'ldi ekanda. Bu shuning bilan qilib qoldi ekan. Andikin bu matematikalarga qiziqadigan bir masala bo'lib qoldi-da. Masala bo'lib qolib, shuni 100 yildan keyin endi yana bir angliyalik Peter Newland degan bir tabiatshunos. U tabiatshunos shuning bilan buningki shu mushningdan o'tkazilib bo'ldigan eng cho'ng kubiningki yon tarafi 1,6 tang bo'lganligini isbotlab chiqdi. Matematika isbotini ko'rsatdi. Men birdan turib shu matematika isbotini sizlarga ko'rsataman, shuni ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi gapimiz qaytib kelsak, buni qanday qildi deganda, mandaqsiga buni kesib o'tish to'g'ri keldi-da. Buni tushuntirish uchun qani ma'ni qarab boqaylar. Agar men shu kubni men bunday aylantirib kelib, agar mushu uchini bir uchini sizlarga aylantirib bunday qaraydigan bo'lsak, men kulangisini tasavvur qilib qo'yinglar. Buning kulangisi qanday bo'ldi deganda bir 6 taraflik, ya'ni hidrogon shakli bo'ldi. 6 taraflik bir shakl bo'ldi. Qog'oz qo'yilgan ekan. U 6 taraf shaklni men qog'ozga qarab boqaylar. U 6 taraf mana u abayqa men ko'rsatgan shu kubiningki kulangisi 6 tarafli shakl bo'lsin. Agar men meyadan mana yan taraf, bu yan tarafning uzunligini agar 1 deb oldigan bo'lsam, ya'ni birlik kubi deb oldigan bo'lsam, birlik kubininki meyerga 4 dan 3 qismi kelganiga bir bel qo'ysam, ma tarafda 4 dan 3 qismi kelganiga bir bel qo'ydigan bo'lsam, mana meyerdagi u 3 bulun bu bir tik bulunliq 3 bulun bo'ldi. Tik bulunliq 3 bulunliq bo'lganlikdan albatta yanning kvadrati plus yanning kvadrati u qiypash yan tarafninki kvadratiga teng bo'ldi. Shu vaqtda Pifagor tenglik bo'yicha aytgan chaqda meyaninki yan tarafning uzunligi mana meyada 4 dan 3 ko'paytirilgan radikal astidagi 2 ga teng bo'ldi. U taxminan 1,1
6'га тең болып, бірден чоң болды. Демек, мау kvadrat, meyedeki ma kvadrat şekilnin yan tarafı hazır birden çoğun oldu. Birden çoğun olgandan keyin bir demek bu şu kübünün o'ttirdan yan tarafı birden çoğun olgan bir kvadratni shakllantirdi deganda. Albatta o vaqtida yan tarafı bir olgan kübni bunun ichidan o'tkazib o'tkazib bo'ldi. Mana ma'noni ko'rib boqaylik. Endi tasavvur qilib boqaylik. Ma'ni men mundaq tutib turdim. Bir kübni mundaq tutib turdim. Mundaq tutib turdim. Endi meyga ekilib ma'ni ma yana bir kübni mushta to'g'ri sekilib ma'ni kesime kesgandan keyin buning o'ttirdan kesib o'tdi. Ma'u kübning asli shakli buzilmaydi. Buni hamda mishagicha ko'rsatib o'tay. Hamda tuandagi videoni ko'rgandan keyin bu tushunchaga texmi oydinlashsizlar. Hamda meyada ikki aylanayotgan kübning ko'langisiga bayqaylik. O'ng tarafdagi qora kübning ko'langisi 4 chasa, ya'ni kvadrat oldu. Sol tarafdagi oq kübning ko'langisi heksagon, ya'ni 6 taraflik bo'ldi. Endi şu heksagonning ustiga mana ma'u yan tarafı 1,6 bo'lgan kvadratni qo'ygandan keyin andın kvadrat kübini kesib o'tganda bir kanal paydo bo'ldi. U kanaldan oq kübini buzmasdan qora kübini o'tkazib o'tamiz.